yashashar inson. Duda-dada, ikkovlon qalin o'rtoq. Duda-dada, turli sarguzashtlardan uzoq qolishadi har jon. Turli mo'jizalarni Duda-dada kashf etib charchashmaydi. Duda-dada, qurbonlari sehrli, g'aroyib, turfa va sirli. Bu kim? Duda. Bu kim? Dada. Ixtirochi mushuk Spot. Keger rosa aqlli, Bubble sevar va sashni birgalikda barchamiz do'st. Ular yashashar inson. Duda-dada, ikkovlon qalin o'rtoq. Duda-dada, turli sarguzashtlardan uzoq qolishadi har jon. La-la-la-la-la-la. Duda-dada, la-la-la-la-la-la. Duda-dada, Salom, Pinkar. Qaranglar, kimlardir notanish o'rmon tomon uchib bormoqda. O'rmon ahlini bugun qanday sarguzashtlar kutmoqda ekan? Voy. Bunaqa quyuq bulutlar orasidan notanish o'rmonni topish oson bo'lmaydi. Pinkarga nimadir bo'lgan shekilli. Buzilib qolgan bo'lsa-ya. Voy, pastga qulab tushamiz-ku. Oh, yo'q. Yordam bering! Qutqaringlar! Voy. Skotning ilmiy tomoshasi hozir boshlanadi. Sabrim chidamay ketyapti. Notanish o'rmondagi eng zo'r ixtirochi. Marhamat, kutib oling. Nihoyat mening mushuk mobilim tayyor bo'ldi. Hanuzgacha olam ahli ko'rmagan mislsiz ixtiro. Kutib oling. Voy. Nima edi bu? Duda, qayoqqa ketyapsan? U tomonga uchib ketdi. Qayoqqa ketyapsan, Duda? Duda! Duda, Keyber, qaytinglar. Meni ixtiroim nima bo'ladi? Bu ishingizdan hali afsus Mayli, qilasiz. bo'pti. Biz ketdik. Ketdik. Suv tugab qoldi. Pinkar ham ishlamayapti. Men qayerdaman o'zi? Qoyil! Suv shovillagan tarafga boraman. Voy! Sen nega baqirding? Sen kimsan? Mening ismim Dada. Men dunyo bo'ylab sayohat qilaman. Men esa Bubbleman. Noma'lum o'rmonga nima uchun kelding? Pinkar to'satdan buzilib qoldi. Ha, noma'lum o'rmon shu ekanda. Pinkar, u nima degani? Meni mashinam shunday nomlangan. Senga ko'rsataymi? Ha, albatta. Voy. Nazarimda biz ilgari ham ko'rishgandimiz. Sen kimsan o'zi? Ismim Dada dedim-ku. Ha, Dada. Bu ismni ilgari eshitmagan ekanman. Endi esa bilib olding. Bu yerga nima uchun kelding? Hozirgina aytdim-ku, Pinkar buzilib qoldi. Aytmading-ku. Ko'p marta aytdim-ku, Dada. Pinkar mana shumi? Zo'r-ku. Voy. Ehtiyot bo'l. Shu yerda, o'sha narsa shu yerga qo'ndi. Duda. Oy. Ana xolos. Ehtiyot bo'l, Pinkar juda qattiq. Pinkar? Ha, avtofurgonimning nomi shunaqa. Avtofurgon o'zi nima? Duda, nima ekanligini bilmaysanmi? Avtofurgon bu. Avtofurgon, ya'ni o'zi nima? Oho, bu yerda divan bor, sovutkichi ham bor ekan. Qoyil. Nima o'zi bu, uymi? Hatto g'ildiragi ham bor ekan. Menimcha mashina.
ikkovingiz ham to'g'ri aytdingiz. Ha? Avtofurgon uy bilan mashinaning birikmasi. Zo'rku. Men Dudaman, o'zingchi? Men Dada. Bu esa Kayber. Salom. Ana, tanishib ham oldik. Qaysi biringiz mashinani tuzata olasiz? Men. Rostdan uddalaysanmi? Albatta. Hammalari qayoqqa g'oyib bo'lishdi? Balki biz ham. Borib tomosha qilamiz. Nima? Qayoqqa bormoqchisizlar? Yo'q, hammasini o'zim bilib olaman. Mushkmobil, ol. Yurgizishni iloji bo'lmadi. Skot. Duda Pinkarni bosib qo'ydi. Yo'q, unday emas. Yo'q, unday emas. Dada, Skot notanish o'rmonzordagi eng zo'r ixtirochi. U hamma narsani tuzatadi. Rostdanmi? Bu ayni muddao-ku. Ha, shuni aytyapman-da. Skot, tuzatib ber. Yo'q demaga, iltimos, Skot. Iltimos. Mayli. Nimalar borligini ko'raylikchi. U qayeri buzilgan ekan? Shoshmanglarchi. Uni nega tuzatishim kerak? Meni mashinam emas-ku, hech hamda. Oy. Oho, ishlayapti. Skot mashinamni tuzatdi. Qoyil. Sen azamatsan. Shovvozni zo'rsan. Unchalik uringanim ham yo'q, lekin Pinkar. uni qanday qo'lga kiritishsam ekan? Hey do'stlar, poyga o'ynaymizmi? Poyga? Ha, mushkmobil Pinkarga qarshi. Qay biri tezkorroq ekanini ko'raylikchi. So'raganni bajarish poygasi. So'raganni bajarish poygasi. Jimjiloqlar urishtirildi. Oyga, quvnoq o'yin Men bo'ladi. yutaman va Pinkarni olaman. Kim mushkmobilda boradi? Duda. O'zim ham bilgandim. Pinkarda ketamiz. Ana shunday. Boshlaymiz. Olg'a! Skot, g'irromlik qilma. G'irromchi. Kim qo'lga birinchi borsa g'olib bo'ladi. G'irromlik qilyapti. G'irromchi. Bo'la qolinglar. Ixtiroyim sizlarga yoqdimi? Voy, ay. Yo'q. Skot, biz tez ketyapmiz. Sekinroq hayda. Sekinlashmayapti, to'xtamayapti. Nima uchun? To'xtatgich o'rnatishni unutibman-ku. Nima? Voy! Skot, Skot, tezroq sakrab qol. Qoyil, biz g'olib bo'ldik. Yutqizamiz deb o'ylagandim. Qo'rqib Menga ketdim. musobaqa juda yoqdi. Oy! Qaranglar, bu Skotning mashinasi-ku. Ichida hech kim yo'q-ku. Voy, Skotning o'zi qayerda ekan? Furgon yana buzildi shekilli. Hech qisi yo'q. Skotdan tuzatib berishni iltimos qilaman. U jimjiloq urishtirib so'z beradi. U nima degani? Kim yutqizsa, g'olibning aytganini bajaradi. Jimjiloqlar esa bu shartni ramzi hisoblanadi. Jimjiroq urishtirib so'z berish menga yoqdi. Menga ham. Keyingi safar tuzukroq reja o'ylab topaman. Voy, yordam beringlar. Bugun notanish o'rmonda Duda o'ziga ikkita yangi do'st topdi. Ular Dada va Pinkar. Ularni oldinda yana qanday sarguzashtlar kutyapti ekan? Beg'ubor tabassum.
Bugungi kunni notanish o'rmondagi do'stlarimiz tozalik kuni deb e'lon qilishdi. Yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga. Supuramiz, sidiramiz, supuramiz, sidiramiz. Skot? O'zim ham bilgandim. Skot hech qachon hech qayerni tozalamaydi. Yig'ishtirishni sizlarga topshirdim og'aynilar. O'zim shu yerda cho'zilib yotaman. Bo'ldi, tugatdik. Endi esa guruhlarga bo'linib safarga chiqamiz. Duda va Dada men bilan kelaver. Sayohat. Hey bolalar, men ham Meni borgim qo'rqitib kelyapti. yubording, Skot. Bir, ikki, bir, ikki, bir. Skotni sherigi yo'q-ku. To'g'ri aytding. 3-guruhni tuzish uchun yana bitta sherik kerak. Menda tayyor yechim bor. Mana bu tayoqbon qo'riqchi. Sen aytgan yechim mana shu. Qo'riqchi. Qo'riqchi. Lekin qo'riqchining sherigi kim bo'lishini yashirin ovozga qo'yamiz. Buzilmas qoida. Hamma shunday qiladi. Ovoz ololmagan omadsizga qo'riqchi sherik bo'ladi. Noiloj. Kim bilan sherik bo'lmoqchiligingizni yozib qo'yinglar. Nima? Hech kim menga sherik bo'lishni istamadimi? Ismimni birontangiz ham yozmadinglarmi? Hali shunaqami? Bo'pti, vaqt ketmasin, safarga olg'a. Men bilan sherik bo'lishni xohlarmiding, Dada? Skot, tezroq bo'l. Ehtiyot bo'l. Xayr, Skot, ertaga ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Men sayohatda juda ham quvondim. Duda, ertaga ham ikkimiz sherik bo'laylik. Kelishdik. Sendan zarracha ham foyda yo'q. Jonimga tegib ketding-ku. Nega hech kim men bilan sherik bo'lishni xohlamaydi? Meni yoqimtoyligimga bir qaranglar. Qarayam, men demagan bo'lardim. Men yovuzdek ko'rinamanmi? Ha, xuddi shunday. O'zing bilmasmiding? Yordam beramiz. Qo'shinni sal o'zgartiramiz. Nigohning sal samimiyroq ko'rinadi. Zo'r. bo'ldi. Rostdanmi? O'zim ham bitta ko'ray. Bu nima? Meni nima qilib qo'ydinglar? Yovuzman! Xushmuomala va yoqimtoy ko'rinish uchun har doim xushchaqchaq tabassum qilib turish kerak. Tushundingmi? Xushmuomala? Tabassum? Xushchaqchaq? Shu qutilardan birida bo'lishi kerak. U yerda yo'q. Topdim. Har kimga yoqimli tabassum baxsh etuvchi ixtiro. Jilmay turuvchi mashina. Zerikib ketdim. Biror qiziqarli narsani tadqiq etaylik. Tadqiqot safariga ertaga chiqamiz. Buguncha sabr qilib tur. Skot mutlaqo o'zgardi. Butunlay boshqacha bo'lib qoldi. Endi u juda ham ochiqko'ngil, yoqimtoy va xushmuomala. Nima? Rostdanmi? Kutib oling, butunlay yangi Skot. Skot xushchaqchaq. Qani uni ko'rib ko'raylikchi? O'z ko'zlarim bilan ko'rmoqchiman. Ishlar yaxshimi, Duda? Skot, jilmayish senga rosa ham yarashibdi. O'zimga ham shunday tuyulyapti. Tirjaytiradigan mashinam yaxshi ishlayapti. Hey, Skot, ichkariga kirsam maylimi? Albatta, bemalol. Kiraver. Tadam. Uyim
O'zimga xush kelibsan. Skot, sen juda xushmuomala va xushchaqchaq bo'lib qopsan. Voy, tashakkur. Ha. Mana bu nima? Oh. Dona, bunga tegma. Oy, Dafur. Skot, menga jahl qilyapsanmi? Yo'q. Ha. Ko'rinishidan mazali Bu o'xshaydi. meniki. Voy, Osh ko'ngil bo'l. tabassum qil. Yo'q. Jahlim chiqmayapti. Ha. Sen samimiy va yoqimtoy bo'lib qopsan. Voy, ustini to'kib yuboribman. Jahling chiqmasin, o'zim tozalayman. Yo'q, kerak yo'q. Qiziq, Skot qanchalik o'zgardi ekan? Men ham qiziqib ketyapman. Mana, yana izlar. Bu yerda Duda, ham. iltimos, bas qil, yetadi. Juda g'alati, izlar nima uchundir tugamayapti. Duda, o'tirib so'rayman, tozala. Bas qil, yalinib so'rayman. Ha. Mayli, hammasini yig'ishtirib qo'yaman. Yo'q. Voy. Skot, voy, mana bu uzilib chiqdi. Voy, sen juda ham xushfe'lsan, Skot. Jonga tegding, yo'q. Vaqt bir zumda o'tib ketdi. Rahmat, Skot, vaqtim juda zavqli o'tdi. Endi hech qanaqa tirjish yo'q, qurib ketsin. Skot, rejamiz amalga oshdimi? Ertaga sen ham sheriging bo'ladimi? Albatta. Sherik. Munosib sherikni tanlash. Hammasini rasvo qildim, o'zimga pand berdim, yana yovuzligim tutib qoldi. Duda keldi. Duda, Skot rostdan o'zgaribdimi? Quvnoq bo'lib qolibdimi? Bilasizlarmi? Skot bugun nihoyatda Hech kim men bilan sherik bo'lishni xohlamayapti. Chunki mening nigohim qahrli. Men hech qachon tabassum qilmayman, doim jahldorman. Yoqimtoy emasmi? Sherigim faqat sensan, qo'riqchiginim. Yana ovoz berishibdimi? Men uchun? Voy, bunisi ham men uchun. Nima? Yana men uchun. Yashasin Skot, noma'lum o'rmondagi eng mashhur sherik. Nima? Men eng taniqli sherikmanmi? Ha, ertaga yana ilmiy safarga chiqamiz. Hammamiz senga sherik bo'lishni xohlaymiz. Menga sherik bo'lishni hamma istaydimi? Rostdanmi? Duda bugun vaqtni sen bilan juda shodon o'tkazganini aytdi. Ha, ayniqsa taqsimchalarda sirk tomoshasini ko'rsatganingda, koptokchalar ustida raqs tushding. Sen tengsiz do'stsan, Skot. Men tengsiz do'stmanmi? Ha, hammadan ajoyibsan. Qo'ysanchi, uyalib ketyapman. Tashakkur. Skot, juda ham xushfe'l bo'lib qolibsan. Skot, ertaga menga sherik bo'lasan. Yo'q, Yo'q. menga. Yo'q, Yana endi do'st- sherigim bo'ladi. Yo'q, men tanlab bo'ldim. Skot ochiq ko'ngillikning qadrini bilib oldi. Ertaga kim unga sherik bo'ladi? Chanada uchish. Noma'lum o'rmonda kunlar sovib qoldi. Apshi. Voy. Hammalari qayoqqa g'oyib bo'lishdi? Oho. Ha. Men ojdarman. Qoyil, buni Skotga ko'rsataman. Skot! Da. Qish keldi yaqinda, qor yog'adi paga. Biz uchamiz chanada paga. La. Salom, Skot. Sen mana bunga qara. Bug' chiqishinimi? Buni men ham bilaman. Skot, bu nima? Bumi?
Bu kaminaning chanasi. Chana. Ha, chana. Tez orada qish keladi. Qorda maza qilib chana uchaman. Uish, 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 uish. Rostdanmi? Qor deganing nima o'zi? Qor nimaligini bilmaysanmi? Yo'q. To'g'ri. Qor degani haligi osmondan yog'adigan narsa. Ha. Qor yerga kelib tushgach, xuddi haqiqiy ipak kabi yumshoq, mayin va silliq bo'lib qoladi. Oyoqlar unga botib ketadi. Ajabo. Qor ustida chanada sirpanish rohat bag'ishlaydi. Rostdanmi? Zo'r ekan-ku. Rosa mazza bo'larkan. Meni ham chana uchgim kelyapti. Men ham uchay. Maylimi? Ha? Xayolingga ham keltirma. Chana meniki. Yo'q deymi? Bir martagina iltimos. Senga yo'q dedimmi? Hech qanaqasiga yo'q. Tuzalmaydigan qizg'anchiq ekansan. Istaganingcha arazlashing mumkin, lekin javob o'sha yo'q. Bu yerini mixlaymiz. Bu tomonini ham. Nihoyat tayyor bo'ldi. Meni ham o'z chanam bor. Qor yog'ishi bilan men ham Skotga o'xshab sirpanchiq uchaman. Bugun qor yog'ganmikin? Voy. Duda, ketdik. Tadqiqotga boramiz. Tadqiqotga? Tadqiqotga chanada boraylik. Buning iloji yo'q, Duda. Axir qor yog'madi-ku. Lekin notanish o'rmonning eng yuqorisiga chiqamiz. Rostdanmi? Qoyil! Maylimi, chanamni ham olib ketaman. Ular chanada uchishga ketishyapti. Ha, buni Skotga aytish kerak. Chana uchishga ketishdimi? Ha. Yangi chanam bilan maqtanishimga imkon tug'ildi. Pinkar, sekinroq uch, men yetib olay. Qor hech ham yog'mayapti-da. Voy, bu nima narsa? Juda ham qiziq-ku. Keber, axir bu chana-ku. Qor yog'ishi bilan unda sirpanchiq uchsa bo'ladi. Mana bunday. Mana bunaqasiga. Mana bunday sirpansa ham bo'ladi. Yoki mana bunday. Sekinroq. Biroz saranjomroq bo'lganda. Kechirasan. Voy! Nimalar bo'lyapti? Voy. Voy. Biz cho'ldamiz. Cho'lda yomg'ir juda ham kam yog'adi. Shu sabab bu yerda o'simliklarning o'sishi qiyin. Bu yerda yomg'ir yog'maydimi? Meni to'satdan suv ichgim kelib qoldi. Qanday ko'ngilsizlik. Pinkarni g'ildiragi teshilib qolibdi. Voy, yoqilg'imiz ham tugayapti. Biz endi bu yerda umrbod qolib ketamizmi? Bu yerga ketaman. U yumshoq va mayin ekan. Va silliq. Axir bu qor-ku, qor. Bu qor emas, bu narsa qum. Duda qumni qor deb o'yladi. Qoyil! Juda ham zavqli ekan. Qoyil! Judayam zavqli ekan. Duda, sirpanchiq uchish qadarliga o'xshayapti. Qo'rqma, Keber. Men seni himoyalab turaman. Qoyil! Biz uchamiz, parvoz qilyapmiz. Parvoz? To'g'ri. Uchish eng yaxshi yechim.
Pinkar, joyingda qimirlamay tur. Hozir yetib boraman. Piggy, mashinani itaryapsizlarmi? Albatta, tirishib harakat tirishib harakat qilyapmiz. qilyapmiz. Kuchimizni Kuchimiz ayamayapmiz. yetmayapti. Mana tayyor. Endi bizga yana bitta chana kerak. Cho'lda daraxt yo'q ekan-ku. Endi nima qilamiz? Ularni ko'ryapman. Ha. Jazirama issiq ekan-ey. Ularni topdim. Shoshmay turinglar. Meni chanamni ko'rgach, esingiz og'ib qoladi. Yo'q, to'xta. Voy. Yordam beringlar. Qaranglar, nimadir yaqinlashyapti. Axir bu Skot-ku. Salom, Skot. Voy. Skot. Nihoyat qor yog'di. Zo'r ish bo'ldi. Qor sovuq bo'ladi. Bunday qaynoq bo'lishi mumkin emas. Buni qaranglar. Skotni chanasi g'ildirakka mos keldi. Bizga yana bitta chana kerak edi. U o'zi kelib qoldi. Buni omad desa bo'ladi. Juda ajoyib. Qoyil. Ana endi qanotlar chiqadi. Faqat itarish qoldi xolos. Itaramiz. To'g'ri, Kuchliroq. kuchliroq. Shunday. Yordam Yordaming uchun beramiz. tashakkur, Skot. Qanaqa yordam? Men g'ildirak tagidan chanamni sug'urib olmoqchiman. O'rnidan jildi. Pinkar harakatlanyapti. Xo'p. Yaxshi. Biz uddaladik. Chanalar ko'tarilishga yordam berdi. Rahmat, Skot. Skot? Skot! Men qolib ketdim. Voy! Do'stlar cho'ldan shu tarzda chiqib olishdi. Hamjihatlikda harakat qilinsa, imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Yangi do'st. Notanish o'rmonda bugun nimalar bo'larkin-a? Oy, bu yer juda yorug' ekanmi? Oho, bu Pinkar-ku. Yaxshiyam dadani shu Pinkari bor ekan. Skotini do'sti Pinkardan ancha yaxshi. Skotini do'sti. Oho! Skot! Nima gap Duda? Bu safar senga nima kerak bo'lib qoldi? Skotni do'sti zo'r ekan. Shunday deb o'ylaysanmi? Pinkardan yaxshi, to'g'rimi? Unday demagan bo'lardim. Nima? Nima bo'lganda ham, unda uchib kelsam bo'ladimi? Bir martagina. Albatta. Yo'q. Uni buzib qo'yishim mumkin. Iltimos, ehtiyot bo'laman. Hech qachon. Yo'q dedimmi? Yo'q. Men ham shunga o'xshagan furgon yasaman. Keyin senga ham bermayman. Bilganingni qil. Yana qo'shamiz. Ana bo'ldi. Menimcha shuni o'zi yetadi. Bu nima o'zi? Dudaning do'sti. Oy. Buni qara, negadir o'xshamadi. Duda, balki Skotdan senga yangi do'st yasab berishni iltimos qilarmiz. Skotdan iltimos qilamizmi? Ha. Почта. Почта. Xayriyat, yaraqlagan g'ildirak yetib keldi. Skot, g'ildirak deyarli yangi-ku. Kechagina olib kelishganda. Uni esdan chiqaringlar. Yangisi undan ham zo'r. Yap-yangi, yaraqlagan. Aql bovar qilmaydi. Kelinglar, tezroq uni o'rnatamiz. Bolg'a qani? Menga bolg'a kerak. Ha, rahmat. Duda,
Sen qayerdan kelib qolding? Skot, menga ham Dudani yangi do'sti kerak. Dudani yangi do'sti deganing nima? Skotini do'stiga o'xshash. Ha, shunaqami? Omadingni bersin. U senga kerak bo'ladi. Oy! Uskunalar solingan qutim qani? Ushla, Skot. Qo'llanmasi qani? Mana u. Buragich? Mana. Dudani foydasi tegyapti, to'g'risini aytsam. Mayli, ozgina qarashsin. Duda, niyating jiddiy bo'lsa, menga assistentlik qilishing mumkin. Assistent? U nima qiladi? U kashfiyotchini yordamchisi bo'ladi. Oy, ay. Sen menga yordam berasan, men esa so'ragan narsani yasab beraman. Zarbalarni qoyil. Duda yordamchi. Xo'sh, endi uni o'taqdan olib kel. Xo'p bo'ladi, san. Ko'taramiz, yuramiz. Sekin, sekin, sekin. 1 2 3 1 hozir ay. Duda! Yomon tegdi-ku, voy bo'ynim. Muzday bilan solib kelaman. Suv olib kelaymi? Skot, suv ichib ol. To'xta dedim. To'xta dedim. Voy! Voy, yo'q. Bu nimasi? Nega hamma yoq yoyilgan? Yordamchi tashqarida yig'ishlar. Xo'p bo'ladi, sir. Nega suv chiqmayapti? Oy. Voy! 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 Skot, yana qanday yordam kerak? Hech qanday. Bor uyingga ket. Bor yo'qol. Yordamchi Duda ortiq kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Endi o'zing kashfiyotchisan. Mana buni olib, Dudani do'stini o'zing yasab ol. Men kashfiyotchimanmi? Zo'rku. Shunday qilib, Dudani do'stini yasaymiz. Bu ishni uddalashingga ko'zing yetadimi? Albatta. Mana shunday, hozir, mana bunday. Tada! Bu Dudani yangi do'sti. Bunga g'ildirak yetishmayapti. Ay, yangi g'ildirak kerak ekan. Bu to'g'ri keladi. Qoyil, zo'r chiqdi. Pinkardan ham, Skotini do'stidan ham zo'r, ha? Rulga ehtiyot bo'lish kerak. Kechqisi yo'q. To'xtab qoldi. Kechqisi yo'q. Bip! Duda, Keyber, qayerda edinglar? Sho'rva sovib qoldi. Bolalar, qaranglar. Voy, bu nima? Dudani yangi do'sti. Uni o'zim yasadim. Mana qaranglar. Uni yurishini qarang. Birrim. Yangi do'stingga gap yo'q. Voy, rosa chiroyli ekan. Men ham unda uchgim kelyapti. Ertaga uchasan. Bo'pti, endi ovqatlanishimiz kerak. Ular qayoqqa yo'qoldi ekan? Mana topdim. Lekin bitta kamlik qiladi. Ana bo'ldi. Qoyil. Ana endi meni antiqa kashfiyotim katta sayohatga chiqadi. Zo'r! Nimalar bo'lyapti? Nimaga? Shunday bo'lishini bilgandim. Hammasini yangisini istaganingdan keyin oqibati shunday bo'ladi. Yangi g'ildiragim edi. Do'stim Skotchi, endi nima qilaman? Nima demoqchisan? Eski g'ildirakni qo'y, vassalom. Ha, bo'pti, shunday qilaman. Uni qayoqqa qo'ygandim? U qayerda bo'lishi mumkin? G'ildirak bu yerda emas, uni Dudaga berganding, esingdami? To'g'ri. Dudani do'stda yaxshi tushlar ko'r. Ertaga ko'rishamiz.
Eski buyumlarni yaxshi ko'radi-da. Meni g'ildiragimni o'rnatib olibdimi? Ertaga qaytarib olaman. Mazza qilib uxladim. Salom Skot, xayrli tong. Senga ham xayrli tong, Dudani do'sti. Duda, Skotini do'sti zo'rmi? Ajoyib. Ha, xuddi shunday. Meni do'stim ham ajoyib. Duda, kel Dudani do'stini Skotini do'stiga almashasan. Hech ham-da. Nega endi yo'q? Chunki uni yasash uchun ko'p kuch sarfladim. Hammasini tozaladim, bezatdim. Keyin men buni yaxshi ko'raman. U meni do'stim hamda hamrohim. Skotini do'sti menga unchalik yoqmaydi. Seni assistenting bo'lsam-chi, senga yordam berardim. Yo'q, rahmat. Duda, iltimos. Atigi bir kunga, bo'pti, 2 kunga, bo'pti, bir umrga yordamchi bo'laman. Eshityapsanmi meni? Baribir yo'q deyman. Kel, hammasini gaplashib olamiz, to'xta. Duda uchun uning yangi do'sti, yangi hamrohidan qadrliroq hech nima yo'q edi. Axir Duda uni o'zi yasadi.